Oo. Mana qo'shnim. Qo'shnim men Oltoy beyda yo'qligimga borib juda chatoq bo'lib ketibsa, birovlarning mashinasini yuvishga kuningiz qoldimi? 3-4 so'm choy chaqib berib turardim beydaligimda yaxshi yashardingiz. Qo'shni nuqul noto'g'ri xayolga borasiz. Men bu mashinani oldim. Eldaman qo'shni. Meni g'alati qilib qo'ymang. Kreditga oldingizmi yo? Yo'q, naqd pulga oldim, ishlab oldim. Men qarabsiz kichkina bora o'g'illikka kirgan qaygadir. Qo'shni. Qo'shni ishim yurib ketdi-da, men buni halol mehnatga oldim. Qo'shni, men ishonmayman. 6 oyda odam bu darajada o'zgarish mumkin emas. Sizni uchastkangiz kamiga xonu, ham buni katta uchastkani teyda turibsiz. Yolg'on gapiryapsiz, meni g'alati qilib qo'ymang. Nimaga ishonmaysiz? Qo'shni, siz 6 oylik ishga ketganingizda, mana ko'rgan bo'lsangiz, bo'sh yer bor edi. Men buni sotib, mana shu imorat qilib qo'ydim men. Qo'shni, turing, qo'shni. Bu kunimdan o'lganim yaxshi edi, qo'shni. Qo'shni, turing, qo'shni. Akalar, sizlar ham ichqora qo'shnilaringizni yondirib kuydirmoqchimisiz? Bo'lmasa mana bunaqa sementovoy tiyagalardan bosib yorasiz, akalar. Bu sementovoy tiyagadan bosganingizdan keyin ancha ichqoralarni do'lina sahri kasalligiga uchratib yorasizlar. Akalar, sizlarga mana shunaqa sifatli sementovoy tiyagalar xizmati kerak bo'lsa, bemalol pastga nomerlar qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatadigan, kamiga bor ishlar juda sifatli ekan. Akalar, akamizni profilini atmetga qilib qo'yaman. Kirib obuna tugmasini bosib, ishlarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Akalar, sizlar uchun pastga nomerlar qo'yib qo'yaman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.